birinchi to'rtinchi sinflar o'rtasida 8 dekabr konstitutsiya kuni munosabati bilan shashka musobaqasi tashkil etilgan ustozimiz avvalo katta rahmat. Mana ustozimiz Abdullayev va Gullola tomonidan shashka musobaqasi birinchi to'rtinchi sinflar o'rtasida tashkil qilinibdi. Shu bois 3-o'rinni egallagan Bozorboyeva Maftuna degan o'quvchimizni taqdirlaymiz. Qanday taqdirlaymiz. Mana taqdir yo'llari. Mana bu sizga, mana bu ham istalgan sovg'alar. O'rlash turamiz. Shashka musobaqasida qatnashib 2-o'rinni egallagani uchun Toshpo'lat va Bigoyev degan qizimizni taqdirlaymiz. Qanday? Taqdirlaymiz qizimizni. Voy asal qilib mana shunday chiroyli. Mana bu sovg'alarimiz bilan. Birinchi to'rtinchi sinflar o'rtasida sharafli birinchi o'rinni egallagani uchun Asqarjon va Gulasal qizimizni taqdirlaymiz. Chiroyli qarshilaylarimiz bilan. Mana birinchi o'rinni sovrini va istalgan sovg'alar bilan Ma'lumot, rahmat. Hammasi mana qiz bola bo'yicha o'g'il o'rinlarimizni ko'rsatdik. Endi o'g'il